Toshkentda qor yog'yapti, narx-navolar sinyapti. Assalomu alaykum hammaga hurmatli YouTube ahli. Ali Uskamga xush kelibsizlar. Akalar, hech qanaqangi foizsiz damaslar oyiga 2 million 200 ming so'mni. Do'stlar, bu bank emas, bu rasrochka. Amalbek salondagilar narx-navolar sinyapti. Damaslarni o'zini pulni bo'lib to'lashga nasiyaga berib yuborishyapti. 12 ta viloyatga bitta pasportga akalar zavodga borsizlar, 15 kundan 20 kungacha kutasizlar. Bu yerda 1 soatda minib ketasizlar. Nominglarga pryamoy. Kobaltlar bor. 1000 dollardan Cobalt kerak akalar. 1000 dollar boshlanish to'lovi bilan Cobaltda minib ketasizlar. Tracker eng arzon boshlanmas bugun tracker bo'lyapti. 600 dollarga tracker bor. Bitta trackerimiz do'stlar 600 dollar, ikkinchisi bo'lsa 700 dollarga. Ichkariga kiramiz. 1,5-2 dollardan do'stlar Gentra tozalardan bor. Ichkariga kirib to'liq ma'lumotlar berib o'tamiz. Avvalo do'stlar, hozir Damaslarga tushamiz pastga. Siklatdan 100 ta Damas bor akalar. So'g'ib ketdi. Like bosib qo'yishdan chiqmasin. 100 ta Damasdan boshlaymiz. Sizlar like bosib qo'yinglar bo'ldi. Qani unga pastga ketdik, siklatdan boshlaymiz. Bosinglar like do'stlar. Damaslar jigarlar mana voy. Bosilib bosib hurmatli obunachilar. Raqamlar pastda. Mazil Toshkent Sergeli Amalbek avtosalon. Mana do'stlar. Bosinglar. Lekin nimalar qilib tashlayapsiz aka? Assalomu alaykum. Aka, bu vizifim mendan arzoni yo'q deganlarga mana qarshi vizif qilamiz akajonim. Mendan arzoni yo'q, mendan arzoni yo'q deganlarga avvalambor assalomu alaykum do'stlar. Do'stlar, bugun sizlarga Damasni belini bukamiz degan gap bordi. Ana bo'lmasam aka. Avvalambor do'stlar, mana sizlarga Damas soni cheksiz. Bu Damas avtomashinalarimiz boshida 50% to'laganlarga o'zini pulini rasochga to'lab beraman deganlarga akajon, foizsiz Damaslar mana akajon, soni cheksiz, xohlaganicha akajon. Akajon, mendan arzoni yo'q deganlarga mana vizib, naqdga kelaman deganlarga o'zi dollar narxi 97 millionmi? Aka 97 million ham emas, 96 million 500 ham emas, 96 million ham qilib bermaymiz. Naqdga deganlarga 95 million 500 mingdan rasxolaja. Olib ketaversinlar. Naqd deganlarga. Agarda zararga bo'lib ketyapti, nima bo'lyapti? Bo'lsa xalqqa bo'lsin degani mana shunday bo'ladi aka. Bo'lsa xalqqa bo'lsin-da akajon, bundan arzoni. Videoga bitta klassni bosib qo'yinglar. Poytaxtimiz Toshkentda or bupullab yoryapti. Yetmaganiga Amalbek ham narxni bomba qilib badaman bangillab qo'yapti. Bunaqasi bo'ldi. Yaqinlarga jo'natib qo'yinglar do'stlar, videoni klass bosib qo'ysin aka. Aka bilasizki endi, aka faqat arzoni yo'qmi deganlarga mana aka Damasni soni cheksiz, bemalol kelaveringlar. Do'stlar, bilasizlar, har doim aytaman, bo'lsa xalqqa bo'lsa degani mana unday bo'ladi-da aka. Mana davlat narxidan ham arzoniga 96 million, 97 million, 95 million 500 mingdan naqdga deganlarga olib ketaversinlar. Agarda avtokredit deganlarga birlamchiga foizsiz 50% ni to'laydi. 50% ni o'zini pulini to'lab berishga 5% Damaslarimiz mana birlamchiga bemalol olib ketaversinlar jigarlar. Endi agarda qo'lida masalan kamroq puli bo'lganlarda, agar qo'lida kamroq puli bo'lganlarda Damas avtomashinamizni bu Damas avtomashinamizni soni bizga cheksiz. Do'stlar, yana nima qilib bersin Amalbek avtosalon, ayting akajonim. Bundan arzoni bormi? Mendan arzoni bormi? Soni cheksiz akalar. 95 million. 95 million 500 ming so'm. 95 million 500 mingdan Damas avtomashinasi rasxo'radacha. Do'stlar, kelaveringizlar, Amalbek avtosaloni bilasizlar-ku, har bitta gapiga amal qiladi jigarlarim. O'shani hisobiga Amalbek avtosaloni qo'yganmiz jigarim. Bundan arzon yana bormi? Aka bilasizki endi. Bank bormi yo'qmi? Akalarga bank. Bank ham aytayman-ku, birlamchiga. Qancha bilan? 50% ni to'laganga. Xo'p. Bu avtomashinani rasrochka o'zini pulini, qolgan assatka summasini o'zini 5% foizi yo'q to'lab berishga Damas avtomashinasi bemalol kelaveringlar do'stlar. Mendan arzon chiqqanga yana arzon qilib beraman. Ana do'stlar. Bo'lsa xalqqa bo'lsa. Masla yurmagan Damaslar. Hozir yana Cobalt so'raganlarga, Gentra so'raganlarga, Labo so'raganlarga, Tracker so'raganlarga ular uchun ham avtomashinalar bor. Ularni ham qilib beramiz jigarlar. Gap yo'q do'stlar. Davom etamiz hurmatli obunachilar. Qiylar bolalar endi boshinglarda. Qora Cobalt so'raganlarga, masalan, qora Cobalt deydi-ku, qora Cobalt deb niyatida yurganlar, katta bolalarning mashinasi. 2024-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinamiz. Bu Cobalt avtomashinamiz jigarlar, bilmayman, probega 35 mingmi, 36 ming yurgan. Qolada 1,5 ming dollar puli bor, 1400 dollari bor. Niyat qilib yurganlarga bosh to'lovi 1400 dollar bemalol kelaversinlar. 11 ta viloyat nomerigacha qadab beramiz jigarlarim. Bunisi sotildi. Bunisini olib ketdilar. Sotildi bu, sotildi. Sotildi mana. Sotildi, qog'ozi turibdi. Bu avtomashinamizni
sotilgan ekan. Qo'lida 1000 dollar puli bor. Masalan, Cobalt minaman deganlar, qora bayir 1000 dollar bilan olib kelaversan, barcha rasxoti ichida 1000 dollar bilan chiqarib yuboraman. Bunisini ham bu oqim 2025-yilda ishlab chiqarilgan. Qo'lida 1300 dollar puli bor. Yangi 2025-yil Cobalt minaman deganga 1300 dollar bilan 11 ta viloyat kelaversan, nomerigacha qadab beraman. Lava bilaman deganda qo'liga 1200 ham emas, 1000 dollar puli bilan kelaversan, Lava avtomashinasini qilib beraveraman. 2025-yilda ishlab chiqarilgan bu avtomashinamiz atiga 6000 kilometr yurgan. Oila boqar degan nomni chiqarganmiz-ku jigarim. O'shandan keyin bu ketdi. Kattalar. Bu probegli Damas emasmi bular probegli? Bu besprobeg Damas. Bular hammasi besprobeg. Bular ham besprobeg, bular Rasrochka. endi rasrochkaga mana qo'lim masalan 50% ni to'laymiz, biza foiz to'lamaymiz deganlarga rasrochkaga Damaslarimiz soni cheksiz. Ko'rdingizku? Yig'ib qo'yibman, bo'lsa xalqqa bo'lsa. Yashing. Savol kiramiz do'stlar. Ichkarida juda ko'p mashina bor akalar mana. Jigarlar xohlagan avtomashinalaringiz bor. Amaldek avtosalonni bilasizlar-ku. Xalq bilan birga. Xalqqa deganga xalqqa qilib berish kerak-da. Jigarim odamlar xalqqa deydi, lekin ham enidan ham bo'yidan. Bizda unaqa yo'q. Mana xalqqa shuncha narsa qilib berdim. Avvalambor do'stlar, bilasizlar, har doim ozgincha bo'lsa ham hissam qo'shilishini xohlayman sizlarga. Cobalt avtomashinamiz 2026-yilda ishlab chiqarilgan. Bu avtomashina Cobalt M-Sim Midnight deganlarga. Bu eng full pozitsiyasi. Bunda bilasizlar, fara boshqacha bo'ladi. Oldin borda qora qilingan bo'ladi. Balon diskalari qora bo'ladi va bokovoylari ham qora bo'ladi. Bu avtomashinamizda babab qilmasin. Bu avtomashinamiz salon qismi ham qora. Bunda qo'shilgan narsa bilasizlar, multirul qilingan. Abagrev sidena bor. Tablo boshqacha bo'lgan va bunda monitor bor va kojinli salon bunda. Mana akalar. Qo'shimcha narsa, tormozdoy sxemasi full qilingan. Bunda economizer bor va bunda qo'shilgan Onyx Mia. Ana shu. Bemiya emas, Mia. Bu Cobaltimiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Bu Cobaltimiz 36000 masofa bosgan. Bu Cobalt bamperigacha raddoy, oyog'ida yangi yumshoq balon. Bu Cobalt avtomashinamiz biron joyida biron nuqsoni yo'q. Masalan, qo'lida 1000 dollar pulim bor, yaxshi Cobalt minaman. Masalan deydi-ku, unaqa probega odamlarga o'xshab 80 ming, 100 ming yurganda biz reklama qilmaymiz. Bu avtomashinam atiga 36 ming probeg, benzinda yurgan. Toshkent shaharda mashinasi, bir kira qilib, yo bir dabdala qilib minilgan mashina emas. Bu avtomashinamda qo'lida 1000 dollar puli bor. Bemalol kelaversan, bu avtomashinani 1000 dollar evaziga beraman. Do'stlar, kommentariyaga yozishlaringiz mumkin. Nimaga siz faqat bosh to'lovini aytasiz, oylik to'lovini aytmaysiz, jigarlarim? Nima uchun men sizlar uchun call center qo'yganman? Chunki qolgan ma'lumotni call centerdan so'rashlaring uchun men faqat bosh to'lovini aytaman. Oylik to'lovini so'rab olasizlar. Shu qo'llaringga 1000 dollar, 2000 dollar bor, 3000 dollar bor. Ular bemalol hisoblab beradi, tinidan tinigacha. Mana bu birlamchiga keladigan bo'lsak, bu Midnight Cobaltimizni bosh to'lovi 4350 dollar. Bu Cobaltimizni oylik to'lovi 3.500 ming so'mda bu Cobaltimizni. Bu bergan 4350 dollaringiz tanaga jigarlar havoga uchib ketmaydi. Kesalaringiz yana tinigacha hisoblab beraman. Bitta bunda sug'urtasi bor. Qolgan 99% tanaga ketadi jigarlar. Havoga uchdi. Masalan, bunda faqat bitta sug'urta bor. Qolgan notariuslargacha tekin bo'ladi bu. Bemalol kelaveringizlar. O'sha 4350 dollar to'laysiz. Zato havoga uchib ketadigan pul yo'q, to'g'rimi? Avval odamlar 3000 to'lasa, 2000 ga havoga o'tardi, 1000 dollar tanaga o'tardi. Hozir bunda bergan 4350 dollaringiz ham tanaga jigarlarim. Bo'lsa, kimga bo'lsin? Xalqqa bo'lsin. O'lmang akajonim. Bu Cobalt avtomashinamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Bu Cobalt avtomashinamiz 61 ming masofa bosgan. Bu Cobaltimizni mana shu yerda pitnochasi bor. Qolgan joyi 100% DTP bo'lmagan. Oyog'ida yumshoq balon, monitor, middan 4-pakelena barcha rasxotlar qilingan. Bu avtomashinamizda qo'lida 1000 dollar puli bor kelaversan. 2024-yil Cobalt 1000 dollar bilan jigarlar. Bemalol olaveringizlar, ko'raversinglar. Motor qismlarigacha, masalan, mashinalarda undaqa xor bo'lgan, yarimi yo'q mashina qilib bermaymiz. 1000 dollar bilan qilib bersak ham, u bergan puli notariusiga yetmaydi-yu. 1000 dollar bilan zato mashina minadi. U insonga bu mashina mehnat qiladi akajon. U inson bu mashina uchun mehnat qilmaydi. U inson uchun bu mashina mehnat qiladi, xudo xolasa
yana zo'rlarini ham olib beradi. Yaxshi. Aka ko'ring, mashinani biron joyida biron qirilgan, yo bir mashina bir o'zi bilinadi aka mashina. Hammasi nok mashinalar aka. Narxga kelayotgan bo'lsa, 2024-yilda ishlab chiqarilgan bu Cobalt'imizni tan narxini 10.800 qilib beraman. 10.800 ga 2024-yil Cobalt metan gazlari bilan Toza bu. aka. Bitta petnos bor. Bittachasi bor. Petnosi bor. 2023-yilda ishlab chiqarilgan bu Cobalt'imizni ham 41.000 masofa bosgan, kraskalari toza, oyog'ida yumshoq balon, mashinalarda rasxod yo kraska yo DTP bo'lmagan. Bu ham bu Cobalt'imiz ham $1000 evaziga. $1000 mana. $1000 bilan. Gentra so'raganlarga bu Gentramiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Bu Gentramizni qo'lida $2300 bor. Barcha rasxoti ichida nomerigacha qadab beramiz. Ortiqcha $10 ham rasxoti yo'q. Bu avtomashina yumshoq balon, Malibu rul, Malibu bar, 34.000 masofa bosgan, kraskasi radnoy avtomashinani. Bunda ham rasxoti yo'q. Akajon, hamma narsa bor mashinada. Mashinada $10 ham rasxoti yo'q akajon. Bemalol 11 ta viloyat kelsin. $2300 bor. Gentra niyatida yurgan obunachilarimizga berib yuboramiz aka bu mashinani. Yo'q. Agarda trekker minamiz bo'ldi, Gentra moddadan qoldi deganlarga, bu Gentra avtomashinamiz ham 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Trekker. 24.000 masofa bosgan. LTZ biron joyida kraskasi yo'q. Mashinani holatini bitta ko'ring, ichlari motive turibdi. Ko'ring akajon, haqiqatdan ham yangi trekker deganlarga mashina aka 0 probegni hidini beradi salondan. Ko'ring aka. Mana mashina minib yuribsiz-ku aka, hali zapaskalar yo balonlar holatlari hali holida turibdi. Mana 24.000 yurgan mashinani balonlari gulida turibdi aka. Biron joyda nuqsoni yo'q. LTZ. Bu trekkerimizni qo'lida 1000 ham emas, Cobalt'dan ham arzon ekan. 900 ham demaydi. Iya. Aka, $850 bilan yangi trekker aka. Akalar, $850 bilan. $850 bilan Trekker 2. Barcha rasxoti ichida. Ortiqcha $10 ham rasxot qilmaydi. Trekker minaman deganlarga. Agarda LTZ emas, Premier'ini minaman deganlarga akajon 2023-yilda ishlab chiqarilgan bu trekker Premier'imiz 53.000 masofa bosgan trekkerimizni bitta mana shu kapotida pitno bor aka, ichiga o'tmagan. Bitta kapotini o'zi. Bu trekker borku aka, Damazdan ham arzon, Labodan ham arzon, Gentradan ham arzon ekan. Aka, nech pulda o'ylaysiz? Arzonroq qilib bering, xalq uchun aka. $700 ham emas ekan. Ana. $500 mi aka? $650 ham emas ekan. Yo, trekker 2 akalar. Aka, mayli, alakam uchun borku shu qorni hurmati aka. $600 bilan kelaversinlar aka. Bu avtomashinamizni qo'lida $600 puli bor. Barcha rasxot ichida nomerigacha qadab beramiz. Ortiqcha $10 ham rasxoti yo'q. 11 ta viloyatga bemalol Premier en full panorama tom deganlar uchun bu avtomashinani qilib beramiz aka. Bemalol kelaversin. $600 bilan. Rasmana pulim naq deganlarga. Aka, qo'limda dax pulim bor deganlarga bu trekkerimizni 15.000 ham emas, 15.5 ham demayman. 14.800 ham demayman. 14.5 ming olib ketaversinlar aka. Gentrani puliga ya. Shtirga sanayman deganlarga $14.5 aka Gentradan ko'ra akajonim. Mana 5 litr rasxoti bor. Yangi trekker aka. Tepib minib akajon 12 mingga soting. To'g'rimi yo'qmi? Cobalt beryapti aka. To'g'risida akajon. Ana xalqqa deganlaringiz uchun endi xalqqa bo'lsa, xalqqa bo'lsin deymiz-ku aka. O'sha uchun qilib beryapmiz aka. Like'larni bosinglar. Aka, qaranglar endi yana Cobalt M7 Style bu aka besprabek. Bu Cobalt M7 Style'imizda akajon birlamchi asosida bu Cobalt'imizni qo'lida $4100 puli bor. Oylik to'lovi $4000 bilan kesildilar mayli aka. $4000 bilan oylik to'lovi 3.360.000 tashkil qiladi. Bu Cobalt'imiz 67 ming ekan. Bu Cobalt'imiz masla 2026-yil bergan puli tanaga o'tadi akajon. Bu Cobalt'imiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan Midnight, bilasiz? Bu Midnight'ni style'da bu. Fara, diska, mana bu 2025-yilda ishlab chiqarilgan kraskalari toza mashinamizda. Aka, yangi balonlarda, masla rullarda akajonim. Bu mashinamizda akajonim salyak. Bu avtomashinamiz $1200 bilan. Qo'lida $1200 bor. Midnight niyat qilganlarga akajon 2025-yil $1200 olib kelinglar do'stlarim. Mana sizlarga
oila boqar. Do'stlar, iPhone'dan ham arzon mumkin. Cobalt. Skuter beradi aka. Skuterni o'rniga yozgi maza qilib konsertlarda qo'yib, Cobalt bilan yurasizlar aka. $1200 bilan kelaveringizlar. 11 ta viloyat akajon olib ketaversinlar akajon. Qo'lida $1200 bor. Cobalt niyatida yurganlar akajon. Xohlasizlar Bespravega, xohlasizlar akajon. Bo'lsa xalqqa bo'lsin aka. Undan oshiq nima qilaylik akajonim? Yana avtomashinalarimiz bor. Bu Cobaltimiz. Buni aytdik aka. Buni aytdik 36 ming yurganda aytdik. Bu yoqda Gentra minaman deganlarga, Gentra avtomashinasi 2023-yilda ishlab chiqarilgan. 30 mingmi 32 ming masofa bosgan. Bu avtomashinamiz полный наворот. Oldi orqa amerikanka, yumshoq balon deydimi, pult deydimi akajon, tonirovka deydimi, rul deydimi, bar deydimi, chexol deydimi, qisqasi aka bitta mashinani ichini obzor qiling, ko'rsinlar aka. Полный tonirovka. Aka, Malibu bar, Malibu roll do'stlar. Katta bolalarning Qimmat mashinasi. monitor. Aka, Tayyor ekanda. Polirovkalari ham bor buni, akmal aka. mashina полный keramikalar qilingan, mashinaning holatini bitta ko'rsin Polirovka keramika akalar, tayyor. Olib minishga tayyor, bitta sho'pirga emakanda bunga. Aka qo'lida $2300 bor, kelaversin. Qop-qora katta bolalarning mashinasini minaman deganlarga $2300 bilan barcha rasxoti ichida bu mashinani olib ketaversinlar. Agarda do'stlar, hamma yo'q ichida. Bunisi 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Bunisi ham aka полный shumka qilingan. Mashinani qarang. Oldi orqa amerikanka. Top gerpi laboylar qo'yilgan, keramika qilingan. Mana bu glansli, mana aka ko'ring. Mana glanslilar qilingan. Mashina tonirovka ruxsati bor. Bu avtomashinada monitor bor, Malibu rul, Malibu bar. Tomlarigacha akajon, tomlari ham qilingan. Bu mashina ko'ringlar, shumkalar qilingan, to'rt sloy qilingan shumka aka mashina. Bu avtomashinamizda aka necha pul deb o'ylaysiz boshda lova? Aka, necha pul berasiz? Shumkasi ham bor ekan qizig'i. Uchun bitta tushiring aka. Qo'lni shumka. 2000 ham demaymiz, 1900 ham demaymiz, 1850 ham demaymiz, 1800 ham demaymiz. $1700 bilan aka. Barcha rasxoti bor. Hamma narsasi ichida nomerigacha qadab beramiz. Ortiqcha $10 rasxotlaringiz yo'q do'stim. Chunki bu avtomashinalarimizda probegi qaytarilgan, kraskasi bor. Bunaqa mashina bermaymiz. $1700 bilan 11 ta viloyat kelaversin va agarda bizga ishonmasin, xohlasa ustasi bilan kelsin. Xohlasa ko'rib berayotganni chaqirsin, bagajidan kirsin, motoridan chiqib ketsin mashinani. Keyin $1700 bersin, bu mashinani olib ketaversinlar jigarlarim. Barcha rasxoti bor ichida. Monza avtomashinamiz ham 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Oyog'ida yangi yumshoq balon qo'yilgan. Bu avtomashinamiz kraskalari toza, 1,5 atmosferniy Monza. Monza so'raganlarga. Bu avtomashinamizda qo'lida $1700 bilan 11 ta viloyat kelaversin. Monza minaman deganlarga Monza avtomashinasini qilib beramiz. Men tonirovkalari bor. Aka bu avtomashinalar bor-ku. Do'stlar. Bemalol bitta obzor qiling, xalq ko'rsinlar. Monza ham zo'r mashina, rasxoti aka trekerda. 4 litr, 4,5 litr rasxot qiladi mashina. Mashinani holati zo'r aka. Kira qilaman deydimi? Bu ham oila boqar mashina aka. Mana. Bu ham tepib minatgan mashina aka. Qancha biladingiz buni akmal aka? $1700 bilan. Akalar, $1700 bilan Monza ko'rganmisizlar? Mana endi ko'rib turibsizlar, Monza $1700 bilan. $1700 bilan bemalol kelaversizlar. 11 ta viloyatga deyapsiz. Qaysi viloyatda tashqari endi? Bitta Andijonga berilmaydi. Qaysi bankda ishlayapsiz akmal aka hozir? Qilib beramiz. Biz hozir Anor bank bilan ishlayapmiz, Kapital bank bilan ishlayapmiz, Hayot bank bilan ishlayapmiz. Bor, banklar bor. O'sha klientga taklif qilamiz. Qaysi biridan desa, qaysi biri qulay bo'lsa, o'shanisidan qilib beramiz. O'tgan safar Anor bankdan Andijonga berayotgandi-yu, bu safar bermayaptimi endi? U Qizilgada o'sha, Chornigada bo'lmasam, qani menga kelsa 100 ta olib ketsinlar. Lekin naqdga beramiz xohlasa. Andijonga beramiz. Damas deganlarga mana o'zini pulidan kamiga Damasni qilib. Damas qilib beramiz. Masalan, Rasrochka Andijonga bormi o'sha rasrochka? Bor. Bemalol aka Andijonga beriladi. Faqat kredit yo'q ekanda. 50% ni to'laganga bemalol kelaversinlar, qilib beramiz akajon. 50% ni to'laydi akajon. O'zini pulini bo'lib to'lashga akajon. To'g'risida. Zato 50% ni to'layapti, qolgan summasini bo'lib foizsiz 100% Damas olib ketyaptilar. Oila boqar akajon. O'zini pulini to'lab beryapti. Bir kunda minib ketishadi endi qizlar. Bir kunda minib ketadilar akajon. Ertalab kelsa, endi odamlarga o'xshab 2 soat 3 soat demaymiz akajon. Ertalab kelsa kechgacha chiqarib yuboramiz. Chunki 2 soat 3 soatga bo'lib ish emas akajon. To'g'ri. Damas oyiga qanchadan akmal aka oyiga? Oyiga 2200 ming.
2.200.000 mingdan. 22 oyga beriladi. 22 oyga. 50% to'laganga 22 oyga beriladi. Oylik to'lovi 2.200.000 mingdan. O'zini pulini shunday hisoblasizlar. Gap Bir yo'q. so'm foizi ham yo'q, bir narsasi ham yo'q. Xohlasalar grafika bilan tushuntirib beraman. Cobaltda $4.100 beradilar. Oylik to'lov 3.367.000 tashkil qiladi. Ana. Bu ham o'zini pulini akajon. Ana. Bir so'm qo'shilmagan aka unda. To'g'risida. Ana. 157 million 156 million 100 ming to'laydi. Davlat narxida o'sha Bispravek, Shot spravka, MSM Style. MSM Style'ni qilib beraman akajon. MSM Midnight'ga akajonim $4.350 to'laydi. Oylik to'lov 3.500.000 tashkil qiladi. U MSM fuliga. Agarda qo'lida $1.5 puli borlar, shuncha Cobalt akajonim. Birontasi bir og'nagan, yarimi yo'q, mashina qilib bermayman. Probeglari 80.000, 100.000 emas. Eng ko'p probegi 41.000. Ko'ryapsiz mashinalarni. Gazlar qo'yilgan, yumshoq balonlar, birontasiga bironta qirilgan joyi bormi aka mashinalarda? Yo'q. Hammasi mana $1000 bilan Tayyor. aka $1000 bilan chiqadigan mashinalarim qarang. Yaltirab turibdi akalar. Aka mana shu 2023-yilda ishlab chiqarilgan 43.000 probeg, yangi yumshoq balon, gergin laboylar aka mashinada. Aka mashinalarni qarang, Malibu bar, koja salon, mana bunaqa multirullar qilingan mashinalar bundan ziyod qanday mashina bo'ladi? Benzinda yurgan mashinalar akajon gul. Gap yo'q. Bemalol aka 11 ta viloyatdan kelib ko'rib akajon, aka mendan arzoniga bilasizku, agarda qo'lida grafika bilan kelsa, mendan arzoniga yana $100 arzon qilib beraman aka. Bilasizlar, xalqqa qilib berish mana bunday bo'ladi. Yashing. Yo, men bilasizlar, birovga konkurentim yo'q. Men o'zim uchun qilib beraman akajon. Prosta Vizov deganlarga o'shalardan arzon qilib beraman. Mendan arzoni yo'q deyaptilar-ku. O'shalarga chiqarganim, jigarlarim. Bo'lsa xalqqa bo'lish mana bunday arzon qilib beradi. 200 ming arzon qiladi, mendan arzoni yo'q deydi. 500 ming arzon qiladi, mendan arzoni yo'q deydi. Mana bu 2 million, 2,5 million o'zini zavod narxidan arzoniga qilib beryapman-ki, xalqqa bo'lsin. Mana bu yaxshi kun, mana ayom kunlariga xalqqa mana bunday qilib berish kerak. Chunki xalqdan olyapmiz-ku, yeyapmiz, Xudoga shukr. Allohga behisob shukr. Olgandan keyin, yegandan keyin berishim kerak. Yashayapti, to'ppa-to'g'ri. To'g'risida, masalan, qilib berish kerak. O'shani hisobida rasprodaja deganman-ku. Yozib qo'yinglar, rasprodaja Amalbek saloni. Yashing. Amalbek avtosalondan arzoni borga yana $100 arzon. Ana. Bu joydan grafika Shu joyga manzilda aytib qo'ying, Akmal aka. O'zbekiston bo'yicha aylansinlar deyman-ku, nima hisobiga? Aylansinlar va qo'lida mamlakat grafika kelsa. Agarda grafikini bermaganlarga telefoniga shu grafikni bitta rasmga tushirib, menga olib kelsinlar. Har doim grafik bo'lsa qo'llarida. O'shanda grafikini ko'ramanda, o'shanda $100 arzon qilib beraman. Yashing. Agar men unda arzon yo'q, menda fakt bilan, har doim men fakt bilan ko'rsataman-ku bu narsani. Bir klientim ham kelsa, fakti bilan ko'rsataman. Bu narsa ham fakti bilan kelsinlar, ko'rsatdilar. Men qilib beraman o'sha narsani. Bu salonni ochishimdan maqsad xalq uchun nimaga ochganman? Bu Amalbek avtosalonida nima uchun ochganman? Bunda fishka bor-ku, Amalbek har bitta gapiga amal qilsin-da. Bu salonda ochganman jigarlarim, o'shani hisobiga. Nima agarda jigarlarim meni salonimga kelib turib, meni mashinalarim yoqmasa, ko'ngillaringga yoqqan mashinani ham sotib olib beraman. Lekin u mashinaga javob bermaymiz. Bilasizlar, kraskasini tekshirtirib berishim mumkin, lekin motor qismi, qolgan qismiga biz javob bermaymiz. Lekin aytgan avtomashinalaringni xarid qilib beraman, olib beraman. Ko'ngillaringga shu mashina yoqdimi, shuni tutdilaringmi, shunga pul tikaman-da olib beraman shu avtomashinani. Ana. Lekin unga javob bermaymiz. Agarda o'zimda avtomashinalarim salonimdan olganligiga hammasiga javob beramiz akajon. Chunki bu avtomashinalar hammasi tekshiriladi. Mana bu yangi Damas'lar akajon, mana hozir chaqiryaptilar, "Rasrochka" deyapti, borgandan keyin to'lovingizni olyapti-da, 6 oy 5 oy o'ynatyaptilar. Mana Rasrochka o'zini puliga to'lab chaqiryapti odamlarni, chaqirib olguncha. Chaqirib olgandan keyin 5 oy 6 oy yugurtiryapti. 20 kun 18 kun deb pulni olyaptilar-da, yugurtirib yuribdi. Chunki pulni olgan manadan o'sha spindik tashiydi, qalmoqqa ilingandan keyin tortib oladilar-da odamlar. Unaqa emas, jigarlarim. Menda ko'rdilaring, Damas'lar tayyor. To'laganda issiq olib ketasizlar. Shu bugunda mana shu Damas deydilar, bo'ldi. Shu Damas sşu insonniki bo'ladi, to'lovini qilsa. Biza 15 kun ham emas, 15 minut kutmaysiz bizga. To'laysiz, shunday nomingizga bo'ladi. To'laysiz, shunday nomingizga bo'ladi. Biza kuttirmaymiz. Hozir ko'p shunaqa chaqirib olib, pulni olib olyapti-da akajonim. Aka deyapti, 18 kunga qilib beramiz deyapti-da. Pulini arzon qilib chaqiryapti, yolg'ondan. U bilasizku, arzon ovqatni kim tatimaydi?
O'lmay akajon. O'shani hisobida sarson bo'ladilar akajon. To'g'ri. To'g'risida arzon deb chaqirib oladi. Nimani hisobida? Bilingki, u narsa yo'q narsa. O'shani hisobida arzon akajonim. To'g'risi. Ko'pi mana u kuni bittasi kelyapti-da, akam deydi 18 kun to'la 18 kunga olaman deb to'lov qiluvdi deydi. 1,5 oy bo'ldi deydi, hali kelgani yo'q. U kishi shunday salonim kelyapti, shunday minib ketyapti. Men aytib, ukangizga aytingki, 15 minutga oldim. Mana Amalbek avtosaloniga keldim, shunday to'lovini qildim. 5% damazni shunday olib ketyapman. Aynen. Shunday bo'lsin-da. To'g'rimi yo'qmi akajon? To'g'ri. Kerak u. Mendan arzon dedi, $200 arzon aytadi-da akajon, pulni oladi-da, menga olib kelib bersa, to'g'ri aborot qilay, o'shanaqa beraman. To'g'risida pulini olib 4-5 oy aborot qilib, keyin yana moshin qilib beradi. Aka, bizda shunday to'laysiz, joyida, shunday issiq olib ketasiz damazlarda aka. Bemalol aylaning, O'zbekiston bo'yicha aylaning va Amalbek avtosaloniga keling deganman. Nimaga? Issiq olib ketasiz. Tandirdan yangi chiqqan 2026-yil damazlar, masla mashinalarda olib ketaverasizlar. Jigarlarim bemalol kelaverasizlar. Mashindan muammo yo'q. Bilasizlar, har doim mashinalarim zaxiralarda ana shu startda turadi akajonim. Yana u hamma damazlar akajon nimaga zaxiraga? Bitta kraskasigacha tekshiramiz. Masalanda kelsa, masalan 50 ta mashin kelsa, 40 tasiga kraska chiqadi. Bizada unaqa mashinalar vazvarat bo'ladi. Treylerda keladi, bilasizlar. Salonimda oldiga treylerda mana keladi. Telefonimni olib kelsalaring ko'rsataman. Telefonim qayerda? Telefonim. Realniy mana do'stlar. Telefonni berib qo'yinglar. Telefonim bormi meni telefonim? Spoti bilan. Har doim fakti bilan ko'rsataman. Mana kecha kelgan Cobaltlar mana shu formada edim men. Bilasizlar, har doim sizlarga jigarlarim aytaman-ku, men fakti bilan ko'rsataman, o'shanga amal qilaman. Chunki aytdimmi, jigarim, qilaman amal. Mana shu formadaman akajon. Mana hozir kecha keldi issiq Cobaltlar treylerda akajon. Mana sizga ko'rsatib qo'yib ko'rsataman mana aka. Mana. Mana. Kechasi keldi. Mana. Ko'rdingizmi jigarim? Mana akajon. Aka, treyler mana shu salonda oldiga keladi, mashina tushiradi, perigon qilib haydab kelib, masalan, ko'pi perigonda keladilar, aka, haydalgan mashinalarda $100, $200 arzon berishini sababi urib oladimi mashinani akajon, turtib oladimi? O'shani hisobida kraska chiqadi-da akajon. O'shanda arzon qilib beradi, chunki u mashinalarda kraska bo'ladi akajon. Bizada bilasiz, treyler keladi, shu yerda o'zida tushiradi, ko'riladi. Agar kraskasi bo'lsa, yana vazirab treylerga qo'yib, обратно jo'tib ketadi akajon. Bizada kraska tekshirtilib, ipidan ignasigacha ko'rib, o'shanaqa avtomashina qilib beraman xalqqa. Masalanda, agarda naqdga olaman deganlar, без пробег 2026-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'imizda naqdga kelaman deganlarga 12.900 ham emas, 12.800 olib ketaversinlar. Naqdga olaman dedi-ku, без пробег 2026-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'da 12.800 dan jigarlarim olib ketaveringlar, bemalol, soni cheksiz. Masla tekshirilgan yana. Tekshirilmagan emas, tekshirilgan. Startda yana jigarlarim Amalbek avtosalonidan avtomashina xarid qilaman deganlarga bonusiga bitta 7 polik, 20 litr benzin, bitta yaxshi chexol, yana bonus ham qilib beramiz. U Amalbek avtosaloni nomidan u har doim. U masalan mashinani bir xillar bonussiz deydi, chunki o'zini puliga beradi. O'zini puliga bersam ham bonus qilib beraman xalqqa. U meni chexolimga, poligimga zor emas. Yurakdan Amalbek avtosalonidan esdalik uchun har doim qilib beraman ularga. Xalqqa bo'lsin deyman akajon. U masalan bir xillar aytishi mumkin, pul uchun, aka, pul uchun emas, pulni rizqi berarkan Allohim. Masalan, meni salonimga kelinglar demayman. Peshonangizda bo'lsa, mashada qilsangiz qo'shilgan bo'lsa, Amalbek avtosaloniga kelishni taklif qilaman. Allohni qolmanglar deyman jigarlarim. Probega qaytarilgan, urilgan, turtilgan avtomashinalarni olmanglar deyman. Tekshirilgan avtomashina olinglar va javob. Bilasizlar, hamma har xilda akajon. U mashinalar akajon sotiladi, erta insonlar topmaysizlar. Bu salonga kelsalaringiz, biz bitta mashina sotib sizga qochib ketmaymiz. Har doim shu yerdamiz. To'g'risi. Nomi aniq, joyi aniq aka. Manzili bo'l. Aka aytadi-ku, makoning birinchi makon deydilar-ku, mana odamizotda makon. Bu bizning makonda akajonim. Bu makon akajon, bizning joyimiz bor. O'zimizga yarasha maqtanish uchun aytmayapman. Masalanda hammani o'zini bizda sotildimi, o'sha mashinani etib sotdikmi, o'sha mashinamizga javob beramiz, qochib ketmaymiz. O'sha mashinani oxirigacha hujjatini qilib,
tekshirtirib va avtomashinalarimizni qilib beramiz. Ana. Bo'lsa kimga bo'lsin? Xalqqa bo'lsin aka. Yarim bilasiz-ku. Har doim bu gapni aytib o'tib ketamanki, Amaldek avtosaloniga baumid kelgan, beumid ketmaydi. To'g'risida, avvalo Xudo qo'limizdan kelgan yordamni qilib, podechkada bo'lib, agarda uzoq yurtdan, masalan, viloyatdan kelganlarga kechqurun kelgan bo'lsak, gastisalarimiz bor, tekin bilasizlar, 2 kishiga. 2 kishiga gastisamiz tekin. 3-chi kishiga endi nima emas, agar 2 kishi kelsa, 2 kishiga gastisalari tekin va abed bilasiz, bizda abed sherdan qilinadi. Hamma narsa bor akajon. Agarda voditel kerak bo'lsa, voditellarimiz ham bor. Aytgan joylariga olib borib keladilar aka. Bo'lsa, xalqqa bo'lsin aka. Yashing. Xalqqa qilib berish uchun akajon, ana shu xalqning xizmatida bo'lish kerak Ana. akajonim. To'g'risida biza qilib beramizmi? Avvalo Xudo, rizq beradigan Alloh. Peshonalarida bo'lsa, kelaversinlar, bemalol jon ustida kutib olamiz akajon. Ana akalar. Ana. Bu Gentra aytdingizmi? Akmal aka? Qaysi? Bu Gentrani aytmadimmi? Bu 2000 Aytmadi shekilli. 5 probeg emasmi bu? 5000 yurgan Gentramiz. Bu avtomashinamiz ham 5000 probegda. Bu avtomashinamiz yangi, kraskalari toza, $1800 bilan. Qo'lida $1800 puli bor. 5000 yurgan Gentra, minaman desa, stok holatida turibdi bu mashina. Biron narsa qo'yilmagan, biron joyga biron narsa qilmagan. Aka, metallari bilan bu Gentra avtomashinamiz bemalol kelaversinlar. Qo'lida $1800 bor. Mana stok holatda Gentra bemalol olib ketaversinlar akajon mana. Bu Gentra avtomashinamizni ham qilib beramiz aka. Mana bemalol ko'raveringizlar. Manzilimiz qayerda endi aka? Manzilimiz Sergeli, bilasiz. O'zgarish mostidan kelishga, Quyliq mostiga yetmasdan chap qo'lingizda Amaldek avtosalon. Agarda Sergeli mashina bozoridan O'zgarishga qarab yurishga, Yujniy vokzalga qarab yurishga, Quyliq mostidan o'tganda o'ng qo'lingizda bunda qisqasi Gumma xonim lokatsiyada tayyor. Gumma xonimdan ozgincha o'tgandan keyin Amaldek avtosalon akajon o'ng qo'lingizda. Bemalol kelaveringizlar. Agarda pastdagi nomerlarga telefon qilsalaringiz, nima ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol call centerlarim javob beradi. 24/7 emas. Endi soat ertalab 9 dan yo ertalab 8 dan soat 8, 7:30 gacha 9 gacha telefon qilaveringizlar. Chunki hozir ro'za, hamma uxlaydi, charchaydi. Bemalol. Agarda telegramlar bor, telegramlarga nima bo'lsa ma'lumot yozaversalaringiz, o'sha telegramlarga bemalol javob beramiz. Masalan, bemalol kelganlarga bemalol javob berib, qo'limizdan kelgan yordamni qilamiz deganlar. Pastdagi nomerlarga telefon qilib, nima ma'lumot bo'lsa so'raysizlar. Agarda Instagramimizga nima qilsa, Instagramimiz ham bor. Amaldek Auto deb yozsa chiqib keladi. Amaldek Autoga kirsangiz, Instagramimiz ham bemalol mashinalarda reklamasi ham bor, hammasi bor. Unga ham Telegramimiz bor. Masalan, Instagramga kirsalaringiz, Telegramim bor. Telegramga bemalol kirsalaringiz, mashinalar uchun ham ma'lumot bor, hamma narsa bor. Har kundagi mashinani mobilogramimiz bor, qo'yib o'tadi. Har bitta mashina narxi bilan tushuntiradi, hamma narsa bor bizda. Gap yo'q. Gap yo'q, do'stlar, shoshilib qoling. Aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Raqamlar pastda. Akajon, bilasiz, Katta rahmat aka. aka, sog' bo'linglar, kutib qolamiz. Gap Ali, bo'lsinlar.